Terini tozalagandan keyin uy sharoitiga ham qilinadigan maskalar, sivırtkalar, yangi kremlar yaxshi yordam berishni boshlaydi. Sababi poralar ochiladi, nafas olishi tiklanadi terini va shu davrda siz surtadigan o'sha kosmetik vositalari yaxshi qabul qiladi. Agar uyga tozalab ketgandan ham keyin siz agar uyga uходni olib bormasangiz, bu degani kirlanish tezda yana vaqti kelib qoladi kirlanishni, ya'ni tozalatishni vaqti kelib qoladi. Yog'li yuz terilari aslida 1,5-2 oyda bir amalga oshiriladi. Agar juda ham problemli bo'lsa, oyda bir marotaba chiska ishlari olib borib turilsa, ya'ni teridagi muammolar o'z-o'zidan bartaraf bo'ladi. Quruq yuz terilari 3 oyda, 3,5 oyda bir marotaba tozalash ishlarini qilib turish albatta zarur. Chiskani foydali taraflari, yuz terisi o'z vaqtida tozalatib tursangiz, hech qanday muammolar, ya'ni ajinga o'xshash, husnbuzarga o'xshash va dog'larga o'xshash muammolarni ham oldini olgan bo'lasiz va tozalash ishlari juda ham foyda beradi, ayniqsa muammoli yuz terilariga.